Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Yana siz bilan birgalikda kartoshkadan ajoyib qars-qurschalar tayyorlaymiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz. Avvalambor kerak bo'ladi bizga kartoshka. Kartoshkani men oldindan oddiy suvda qaynatib pishirib tozalab archib oldim. Tyorkadan chiqqan sir, bitta piyolada un, xohishingizga qarab ziravorlar, tuxum va ko'katlar. Endi qiladigan ishimiz, avvalambor kartoshkani chiroyli qilamizda maydalab olamiz. Mana obunachilarimiz, kartoshkani katta-katta qusoqqa bo'lib oldim. Kartoshkali qars-qurchalarimiz birdek hammaga, kattalarga ham, kichkinalarga ham birdek yoqadi. Endi Bismillahirrohmanirrohim qo'limizga perchatkani kiyamizda barcha masalliqlarimizni birin-ketin solib, kartoshkani mayda qilib aralashtirib mana nachinkacha taxlab olamiz. Obunachilarim, uyda go'shtimiz qolmaganda ham nima ovqat qilsam ekan deb o'ylanib o'tirmasdan tayyorlaganingizda birpasda hammaga yoqadigan ovqat bu. Mana tayyor bo'ldi. Endi birin-ketin 2 dona tuxumni solaman. Ketidan ziravorlarimni solib olaman. Un bitta piyolada va ko'katlar. Endi chiroyli qilamizda aralashtirib olamiz. Mana obunachilarimiz, bizning nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni kichkina zuvolachalar qilib, mana bu unga belab yog'imizda pishirib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qo'limizga ozginadan mana shunchadan olamizda unimizga belab olamiz. Mana. Unimizga qo'limizga yopishmaydigan bo'lguncha belab, mana shunday chiroyli ko'rinishda taxlab qo'yamiz. Bu kotletim oddiy kotlet bo'ldi. Endi bugun siz bilan birgalikda 2 xil kotlet qilmoqchiman. Endi qiladigan kotletim orasiga sir solib, cho'ziluvchan sir solib qilamiz. Endi qo'limga shuncha kotletni olaman. Tyorkadan chiqarilgan sirimdan olaman. O'rtasiga solib, yumaloq shaklga kelguncha ichiga solib aralashtirib olaman. Mana shunday yumaloq shaklga keldi kotletimiz. Endi buni unga belab olaman. Mana bu sirli kotlet bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek. Ana endi buni yog'iga solgunimizcha ozroq yasab, nafsroq qilamizda. Tovamizga qizib turgan yog'imizga solib pishirib olamiz. Qizib turgan yog'imizga kotletlarimizni birin-ketin solib, past olovda 2 tomoni ham qizil bo'lguncha qovurib olamiz. Past olovda qovurganimiz uchun qars-qurscha bo'lib pishadi. Obunachilarimiz, kotletimizni bir tomoni qizardi. Endi ikkinchi tomonini aylantirib olamiz. Mana rangi juda ham chiroyli bo'lib pishyapti. Obunachilarimiz, qars-qurschalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tarelkaga ko'tarib olamiz. Mana obunachilarim, ko'rib turganingizdek sirli va oddiy qars-qurs tayyorladik. Endi buni mazasiga baho beramiz. Mana bo'lganda ovozlarini qarang, qarsillashini e'tibor bering. Sirlari qanday cho'zilib chiqishini qarang. Mana ichlarini ko'ryapsiz-a? Ana sirchalarini. Juda ham mazali. Ta'miga gap yo'q. Qirsillashiga e'tibor bering. Juda ham usti qarsildoq va chiroyli chiqdi. Siz ham albatta uyda buni tayyorlab ko'ring.